Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylari obunachilar. Bizlar aynan Ishtixon shahri, O'zbekiston mahalla, ya'ni Guliston ko'chasidamiz. M37 yo'l, ya'ni Betonka prokuratura ko'chani Turida yo'l bu betida joylashgan biznes uchun aynan qulay lokatsiyadagi 8 sotixga yaqin noturar joyimiz, ya'ni bokslar, tayyor zdaniyalar bilan sotuvda. Videoning oxirida narx-navolar bilan tushuntirib o'tib ketamiz. Dokumenti 100% toza, hech qanday masalasi yo'q. Zdaniyani old tomonida 10 metr, ya'ni mana shu chegaramiz, mana shu yerdan bu yog'i sotiladi. Bu tomonimizdan 4-5 metr o'tganda zabor aylantirib olasizlar. Ko'rib turganingizdek 4 ta boksimiz tayyor holatda. Bu aynan bu joyimizda, bu territoriyada faqat ishlab chiqarish, ko'rib turganingizdek oldimizda ham ishlab chiqarish, yonimizda ham ishlab chiqarish. Adashmasam mana bu Dilbarim fotosaloni. O'shani orqa tomoni ekan pastda. Mana bu yoqda ham ishlab chiqarish, qanaqadir bitta sex joylashgan. Bu tomonlarimiz ham xuddi shunday. Bu yoq ham xuddi o'sha ishlab chiqarishga moslashgan joy. Ya'ni bemalol telefon qilib, vodiylik akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, joy izlab yurgan o'zimizdan tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Betonka yoqada joylashgan yoki Betonkadan sal 50 metr, 60 metr ichkarida bo'lsa ham mayli Shodir Baxtiyorov deganlar uchun nimaga deyapman? Chunki yukingiz kelishga ham, ketishingizga ham osonroq bo'ladi. Va bonusiga mana shu stanogimizni tashlab ketamiz deyishdi. Endi bu bilmadim, endi nimaniki bo'lsa, balkim ko'rgan, bilganlar, taniganlar bo'lsa, yaxshi narsa bo'lsa, endi biz tushunmaymiz, o'shaning uchun mana shuni o'zi ham katta summali narsa menimcha. O'shaning uchun bu bonusga albatta. Ishtixon barakali uylarda hamisha bonus bo'ladi, hurmatli obunachilar. Beton tashalgandan keyin balkim shu bo'lishi ham mumkindir. Uni endi joyda egasi bilan batafsil tanishtirib o'tadi. Chegara zabor qilib olgandan keyin bemalol ishni davom ettirsa bo'ladi. Xullas kalom bir so'z bilan aytganda, umumiy narxi, lokatsiyasini tushuntiramiz yana. Xo'p, Ishtixon shahri, O'zbekiston mahallasi, Guliston ko'chasi, M37 yo'l, ya'ni Betonka yoqani prokuratura ko'cha Turida joylashgan ko'cha. Agar lokatsiyasini topa olmasanglar, o'sha Turini orientovkasini olib turib, mana shu ko'chaga 50 metr kirganda kiraverishda chap tomonda joylashgan zdaniya. Xo'p, endi narx-navomiz umumiy summasi $50,000 deyishyapti. Sunnatiga o'tib beriladigan joyi bor, albatta. Bemalol telefon qilib, surishib, gaplashib, baraka qilishga shoshilish kerak. Tadbirkorlikni rivojlantiraman, tadbirkorlikni boshlayman, biznesimni rivojlantirib boyib ketaman deganlar tezroq aloqaga chiqib, joyli bo'lib qolish imkoniyati juda katta. Sizlar bilan Shodir Baxtiyorov maxsus Ishtixon barakali uylar jamoasi bo'ldi.